Bugungi mavzuyimiz gorizontal o'tilgan jism harakati. Gorizontal o'tilgan jism harakati gorizontga burchak ostida o'tilgan jismning ikkinchi yarmi hisoblanadi. To'g'rimi? Bunda ham biz gorizontga burchak ostida o'tilgan jismni avval o'rgansangiz, keyin buni o'rganish osonroq bo'ladi, shuni tavsiya qilaman. Bu mavzuda ham xuddi o'shanday birinchi so'raladigan narsa grafiki qanaqa bo'ladi desa, grafiki paraboladan iborat bo'ladi. Tezlanish nimaga teng desa, umumiy tezlanish G ga teng va pastga yo'nalgan. Tushunarlimi? Grafiki tezlanish deganda umumiy tezlanish nazarda tutiladi. G ga teng va pastga yo'nalgan. Tak, uchinchi. Tezlikni gorizontal tashkil etuvchisi. Tezlikni gorizontal tashkil etuvchisi biz gorizontga burchak ostida o'tilgan jismga ko'proq bog'lanamiz-da, hozir aytganimdek. U yerda V0 berilishi kerak edi va burchak berilishi kerak edi. O'sha gorizontga aslida burchak ostida o'tilgan jismda burchakni 0 gradus deb qarasangiz, hamma gorizontal o'tilgan jism tenglamalari kelib chiqadi. Gorizontal tashkil etuvchi tezlikni V0 kosinus alfa edimi? Kosinus 0 gradusda nimaga teng? 1 ga teng. V0 ni o'zi bo'lar ekanmi? Demak, butun trayektoriya bo'ylab V0 tezlik bilan o'tilsa, x o'qi bo'ylab siljiydigan tezlik tushganicha nimaga teng bo'lar ekan? V0 ga. Vx barobar V0. To'rtinchi. Tezlikni vertikal tashkil etuvchisi gorizontga burchak ostida o'tilgan jismda V0 sinus alfa minus gt edimi? Burchakka 0 ni qo'ysak, sinus 0 dan 0 ga teng, gt ni o'zi qoladi. Demak, jism gorizontal o'tilgan bo'lsa, butun trayektoriya bo'ylab pastga qarab tezlikni vertikal tashkil etuvchisi nima bo'lib borar ekan? gt. T o'tgan sari tezlikni vertikal tashkil etuvchisi ortib boradi. Gorizontal tashkil etuvchisi trayektoriya bo'ylab o'zgarmaydi. Ya'ni x o'qi bo'ylab bir xil tezlikda harakat qiladi, o'zgarmas tezlikda. Y o'qi bo'ylab tushgan sari tezlik nima qilib borar ekan? Ortib boradi. Va hokazo gt. Vy barobar gt. Tezlikni vertikal tashkil etuvchisi nima bo'lar ekan? Gt. Gorizontal o'tilgan jismni balandlikdan tushishida V0 tezlikni nima deydi? Ta'siri yo'q. Erkin tashlaganimiz bilan V0 tezlik bilan gorizontal o'tganimiz, gorizontal qanday tezlik bilan o'tsak ham uni y o'qi bo'yicha tushishdagi o'sha y o'qidagi proyeksiyasi 0 ga tengmi? Shu uchun ham jismni gorizontal o'tganimiz bilan erkin qo'yib o'rganimiz balandlik bir xil bo'lsa, bir xil vaqtda tushadi. Shu uchun nima deydi? Tushish vaqtini topish uchun o'sha biz erkin tashlangan jism, boshlang'ich tezliksiz erkin tashlangan jismni tenglamasini ishlatsak, o'sha yerda h barobar V0 t plus gt kvadrat taqsim 2 dan boshlang'ich tezliksiz bo'lganda gt kvadrat taqsim 2 bo'lardi-ku. Shu narsa bu yerda ham yuradi. Ya'ni 4-chi balandligi deyman jismni. 5-chi balandlik. H barobar qo'rqmasdan aytib bilar ekanmiz, gt kvadrat. 6-chi gorizontal o'tilgan jismni uchish vaqti. Mana uchish vaqti. Ko'paytirsak 2h taqsim g mi? Demak, uchish vaqti t barobar, u yerda endi katta t bilan belgilaydim. Katta t desangiz ham bo'ladi. U yerda chunki ikkita vaqt bor edi. Ko'tarilish vaqti, tushish vaqti bor edi. Bu yerda faqat tushish vaqti yoki uchish vaqti. T barobar ildiz ostida 2h taqsim g. Xuddi erkin tushish tezlanishiga o'xshaydi. 7-chi
Yettinchi uchish uzoqligi. Gorizontal otilgan jismni uchish uzoqligi tekis harakat qiladi x o'qi bo'ylab v0 tezlik bilan t vaqt davomida. To'g'rimi? Shu uchun ham sx barobar v0 ko'paytirilgan t yoki v0 ko'paytirilgan t ni o'rniga nimani qo'yaman? Hozir topdik. Ildiz ostida 2 h taqsim j. Tushunarlimi? 8-chi t vaqtdan so'ng natijaviy tezlik. T vaqtdan so'ng natijaviy tezlik. T vaqtdan so'ng natijaviy tezlik degani. Tak, mana bu yerda yana bir marta chizaman. X o'qi bo'ylab v0, y o'qi bo'ylab gt. Natijaviy tezlik mana bu bo'ladimi? Bu v0 bo'lsa, parallel ko'chirsam bu ham v0 bo'lar. V natijaviy nimani beryapti? Qaranglar qani? To'g'ri burchakli uchburchakni beradimi? Shuni gipotenuzasini topsak bo'ldimi? V natijaviy nimaga teng bo'ladi desa, V natijaviy barobar ildiz ostida V0 ni kvadrati plus GT ni kvadrati. 9-chi yerga urilish burchagi. Xuddi mana shu to'g'ri burchakli uchburchak bo'ladimi yerga urilayotgan paytda ham. Bunaqasiga V0, bunaqasi GT edi. Bunaqasi V0 bo'lsa, yerga urilish burchagi mana alfa. Yerga qanday gorizontal otilgan jism yerga qanday burchak bilan suqiladi, uriladi yoki kamondan minoraning ustidan tekis gorizontal o'tdik. Bu borib yerga qanaqadir burchakda suqiladimi? Mana shu yerga qanday burchak ostida uriladi yoki suqiladi agar nayza bo'lsa yoki o'q bo'lsa desak, xuddi oxirida yerga urilayotgan paytda mana shunday suqiladi. X o'qi bo'ylab V0, Y o'qi bo'ylab GT va bu burchak bilan buni tangens alfa bog'lab beradi. To'g'rimi? Tangens alfa barobar bo'lar ekan. Burchak qarshidagi katetni yopishgan katetga nisbati GT taqsim V0. Xuddi mana shu tenglama yuradi. Aynan burchakni o'zi nima desa, alfa barobar arc tangens GT taqsim V0. Bu gorizontal otilgan jismda barcha harakat tenglamalari edi. Shu uchun ham sizlarga qaytib videoni boshida ham, darsimizni oxirida ham shuni aytamanki, gorizontal otilgan jism harakatini o'rganmoqchi bo'lsang, avval yaxshilab gorizontga burchak ostida otilgan jism qonuniyatlarini o'rgansang, buni osongina tushunasan. Bu gorizontga burchak ostida otilgan jismning xususiy holi hisoblanadi. Tushunarlimi? Yozib oling. Endi shu joyida bitta mustaqil ish ham beraman sizlarga. Mana jism 80 metr balandlikdan gorizontal otildi. Gorizontal qancha balandlikdan otilibdi? 80 metrdan. Qanaqa tezlik bilan desa, kelinglar 10 metr taqsim sekund tezlik bilan. Xo'p. To'qqiztasini ham topasiz. Mana bu 8-punktdagi qancha vaqtdan so'ng t vaqtdan so'ng natijaviy tezlik degan-ku. Shunda t barobar 2 sekunddan so'ng deb ishlaysizlar. Qaysi masalani? 8-masalani va xo'sh. Tamom. Qolganlari hammasi shu o'zimiz aytganday. Agar vaqt kerak bo'lsa, t vaqtdan so'ng nimanidir topmoqchi bo'lsangiz, t ga necha sekundni qo'yar ekansiz? 2 sekundni. 9tasini ham topsangiz agar, hozir keyin ikkinchi qolgan qismini davom ettiramiz. Tushunarlimi? Endi gorizontal otilgan jism harakatida
Yana bitta narsa qoldi. Egrilik radiusini va markazga intilma tezlanishini so'raydi bir guruh masalalarda. Shuni ham hozir isbotlab beramiz. Markazga intilma tezlanishi qanday hisoblanadi va egrilik radiusi. Agar jism gorizontal otilgan bo'lsa, qanaqadir nuqtada markazga intilma tezlanish mana shu nuqtada hosil bo'lgan markazi bu yerda bo'lgan aylanani radius tomonga qarab urinadimi? A markazga intilma deb yozaman. Shu nuqtadan yana J imiz bor. Natijaviy tezlanish, eng katta tezlanishidir J. To'g'rimi? Vertikal pastga yo'naladi va bu to'g'ri burchakli uchburchakni gipotenuzasiday bo'ladi xuddi. Tik pastga bu markazga yo'nalyapti. Endi yana shu nuqtada hamma vaqt boshlang'ich tezlik V0 ga tengmi? Hozir ko'rdik. Mana bu yerda ham boshlang'ich tezlik V0 ga teng. Natijaviy tezlik mana shu V natijaviyga teng va mana bu yerda ham to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi va V natijaviy gipotenuza bo'ladi. Bu eng katta tezlik. Bu to'g'ri burchakli uchburchakdan J gipotenuza bo'ladi, eng uzuni. Natijaviy tezlanish. Bu yerda tezlanishlar kombinatsiyasi bor. Mana bu yerda tezliklar kombinatsiyasimi? Mana shu ikkita kattalikni bog'lanishlaridan bitta umumiylik bor. Shunga e'tibor bering. Mana bu burchak umumiy alfa bo'lsa, bu burchak alfa bo'lsa, mana bunisi ham alfaga teng. Nima uchunligini o'zi isbotlaymiz. U ham nimaga teng bo'lar ekan? Alfaga. Chunki bu alfa bo'lsa, gorizontal yo'naladimi V0? J vertikal yo'naladimi? Oradagi burchak mana bu ham 90 bo'lishga majburmi? Gorizontal bilan vertikal? Ha? Bu alfa bo'lsa, bunisi 90 minus alfami? Eslab qolyapsiz, ha? Bu burchak demak 90 minus alfa. Endi mana bu markazga tomon yo'naladi. Markazga intilma tezlanish radius bo'ylab markazga yo'naladi. Natijaviy tezlik urinma bo'ladi. Urinma va radius orasidagi burchak hamma vaqt 90 gradus. Demak, mana bu burchak ham necha gradus bo'lar ekan? 90. Bu 90 minus alfa bo'lsa, bunisi burchak ham necha gradus bo'lishga majbur? Alfa. Umumiylik burchak chiqdimi alfa? Tamom. To'g'ri burchakli uchburchakni ikkalasini ham bitta burchagi, umumiy burchagi, bitta uchidagi burchaklari teng ekan va bu yerdan mana bu tenglama, bu tenglamada xo'sh, kosinus alfalar umumiy bo'ladi. Birinchi tenglamada kosinus alfa barobar V0 bo'lingan V natijaviy. Burchakka yopishgan katetni gipotenuzaga nisbati shu burchakning kosinusimi? Ikkinchi tenglamamizdan ham, ikkinchi uchburchagimizdan kosinus alfa barobar burchakka yopishgan katet A markazga intilmani J ga nisbati. Burchaklar teng bo'lgani uchun kosinus alfalar ham teng, kosinus alfalar teng bo'lsa bu qismlari ham teng bo'ladimi? Demak, V0 bo'lingan V natijaviy A markazga intilma taqsim J. Bu yerdan A markazga intilma barobar markazga intilma barobar tak V0 ko'paytirilgan J bo'lingan V natijaviy. Mana bu gorizontal otilgan jism harakatida nimani hisoblash formulasi ekan? Markazga intilma tezlanishni so'rasa, V0 ko'paytirilgan J taqsim V natijaviyga teng. Eslatma sifatida yozaman. Hozir takrorladik. V natijaviy ildiz ostida V0 ni kvadrati plus JT ni
kvadratiga teng. Tushunarlimi? Xuddi shu formuladan foydalanib egrilik radiusini A markazga intilma, egri chiziqli harakatda o'tgan edik, esingizda bo'lsa, v kvadrat taqsim r edimi? Xuddi shunday, mana bu yerda markazga intilmaga ham, mana shu nuqtadagi markazga intilma tezlanish degani v natijaviyni kvadrati taqsim r ga teng. A markazga intilma barobar v natijaviyni kvadrati taqsim r. O'rniga qo'ysam, v natijaviyni kvadrati taqsim r barobar, mana bu barobar, yana markazga intilma tezlanishni hozir hisobladik. V0 ko'paytirilgan j taqsim v natijaviy. Xo'sh, egrilik radiusi r ni topyapman. Diqqat qiling. Buni bu yoqqa, buni bu yoqqa ko'paytiramiz, proporsiya bo'ladi. V natijaviyni kubi barobar V0 j ko'paytirilgan r. Shunday qilib, egrilik radiusi r barobar v natijaviyni kubi taqsim V0 ko'paytirilgan j. Mana bu gorizontal o'tilgan jismni qaysidir nuqtadagi egrilik radiusini hisoblash. T vaqtdan so'ng. T vaqtdan so'ng egrilik radiusini hisoblash. Domla T vaqtdan so'ng deyapsiz. Formulada T yo'q-ku deb savol berishingiz mumkin. Formulada T bor, v natijaviyni ichida T. V natijaviyni o'rniga nima qo'yishingiz mumkin? Ildiz ostida V0 ni kvadrati plus JT ni kvadrati. Tushunarlimi? Yozib oling. Endi masalalarni boshlaymiz. Sizlar